Hurmatli kuzatuvchilar, biz yangi obyektimizga kelganmiz. Bu joyda dizaynerskiy proyekt bo'lib, mebellarimizni qo'yish uстановка jarayonidamiz. Ishimizdan kirishimiz bilan bu joyga prixodga joylashtirib berganmiz. Chap qo'limizda hol, mehmonxonamiz. Bu joyga kirishimiz bilan chap qo'limizda televizorni shunaqangi ochiq bo'lkali qilib tilla aralash qilib berganmiz. Bu joyimizdan chiqqanimizda chap qo'limizda oshxonamiz. Oshxonadan to'g'ri yotganimizda bu joy spaniyimiz. Spaniy burchagida tremos bo'ladi. Bu tomonimizga divanimiz tushadi. Bu joyimizga shkaflarni o'rnatib berganmiz. Xonamizdan chiqqanimizda o'ng qo'limizda shunaqangi sanuzelimiz tushgan. Ikkinchi qavatimizga chiqamiz.